Assalomu alaykum, bo'lajak uchuvchilar va aviatsiyaga qiziquvchilar. Bugungi darsimizda biz samolyotning tuzilishini o'rganamiz. Samolyot bu juda murakkab uchuvchi apparat bo'lib, u bir nechta muhim agregat va qismlardan tashkil topgan. Har bir qism parvoz, boshqaruv va xavfsizlikda o'ziga xos vazifani bajaradi. Bugun biz samolyotni bo'laklarga ajratib, har bir asosiy agregat nima uchun kerakligi va qanday atalishini ketma-ket ko'rib chiqamiz. Birinchi agregat fuselage, ya'ni fuselage. Fuselage bu samolyotning asosiy tanasi yoki korpusidir. Aynan shu qismda ekipaj joylashadi, yo'lovchilar o'tiradi va yuklar tashiladi. Shuningdek, fuselage samolyotning barcha boshqa qismlarini bir-biri bilan bog'lab turuvchi asosiy markaz hisoblanadi. Ikkinchi muhim agregat qanotlar, ya'ni wings. Qanotlarning asosiy vazifasi ko'tarish kuchini hosil qilish. Samolyot aynan qanotlar tufayli havoga ko'tariladi va parvozda ushlab turiladi. Qanotlarning orqa qismida boshqaruv uchun xizmat qiladigan eleronlar, ya'ni ailerons joylashgan. Eleronlar samolyotning chap yoki o'ng tomonga og'ishini ta'minlaydi. Shuningdek, qanotlarda zakrilkalar, ya'ni flaps bo'ladi. Flapslar uchish va qo'nish vaqtida ko'tarish kuchini oshirib, samolyotning qisqa masofada havoga ko'tarilishi yoki sekin qo'nishiga yordam beradi. Keyingi muhim qism dum qismi, ya'ni empennage. Dum qismi samolyotning havodagi barqarorligi va yo'nalishini saqlashda juda katta rol o'ynaydi. U ikki asosiy qismdan iborat. Birinchisi gorizontal stabilizator, ya'ni horizontal stabilizer. Bu qismda balandlik ruli joylashgan bo'lib, samolyotning yuqoriga yoki pastga harakatlanishini boshqaradi. Ikkinchisi vertikal stabilizator yoki vertikal stabilizer. Bu yerda yo'nalish ruli joylashgan bo'lib, samolyotning chap yoki o'ng tomonga burilishini nazorat qiladi. Agar dum qismi bo'lmasa, samolyot havoda barqaror ucha olmaydi. Endi kuch qurilmasi, ya'ni power plant haqida. Kuch qurilmasi bu samolyotning dvigatellari bo'lib, ular tortish kuchini, ya'ni thrust hosil qiladi. Aynan dvigatellar samolyotni oldinga harakatlantiradi. Dvigatellar qanot ostida, fuselage orqa qismida yoki dum qismida joylashishi mumkin. Dvigatel turi samolyotning vazifasi va tezligiga bog'liq bo'ladi. So'nggi asosiy qism shassi, ya'ni landing gear. Shassi samolyotning yerda harakatlanishi, uchishi va qo'nishi uchun mo'ljallangan. Uchishdan keyin shassi ko'pincha ichkariga yig'ilib, parvoz vaqtida aerodinamik qarshilikni kamaytiradi. Qo'nish vaqtida esa shassi yana ochilib, samolyotning xavfsiz tarzda yerga tushishini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, samolyotning har bir qismi, fuselage, qanotlar, dum qismi, dvigatellar va shassi bir-biri bilan uzviy bog'langan yagona tizimdir. Keyingi darslarda biz ushbu qismlarning qanday ishlashini, qanday boshqarilishini va parvoz fizikasini yanada chuqurroq o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va osmon sari intilishni davom ettiramiz.